Assalomu alaykum. Bizlarni uzoq yaqindan kuzatib turgan, bizlar uchun qadrli bo'lgan aka-ukalarimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar, Buton qishlog'idan sizlar uchun akalar qo'zilarni juda saralaridan, katta aka elitalardan akalar ko'rsating degan akamiz bor edi, akalarimiz bor edi. Ana shu akalarimiz uchun juda bir-biridan yaxshi variantdagi qo'zilarni juda sifatlilaridan olib kelishgan mana shularni ko'rsatib turibmiz. Endi akalar ko'ryapmiz, erkagi kerak desalaringiz erkagidan, urg'ochi desalaringiz urg'ochisidan, bir so'z bilan aytganda sizlar xohlagan variant har qanaqasidan mana shu yerda yig'ilgan. Olgan odam akalar baraka topsin. Endi bu yerdagi qo'zlarimiz soni nechta, yeb ichishi, sog'ligi, bir so'z bilan aytganda akalar hamma ma'lumotlarini egalaridan sizlarga yetkazaveramiz. Sizlardan akalar like bosib, kommentariyada bir chiroyli fikrlarni yozib qoldirish, bizdan bo'lsa akalar mana shunaqa sifatli, barakali chorva mollarini akalar sizlarga ko'rsatib turish bo'ladi. Endi akalar bu yerdagi qo'zlarimizda sifatlarga ozroq e'tibor berasizlar. Hammasi akalar yaltiroq, juda sifatli akalar mana shunday yaxshi qo'zlardan, poychalari uzun, bellari ham akalar qalin qo'zlardan kelgan ekan. Mana shuni hamma ma'lumotlarni egalarini olib sizlarga yetkazishni boshlaymiz. Bismillah. Hormang, yaxshimisiz? Charchamay, sog'ligingiz, ishlaringiz yaxshimi? Joningiz sog' bo'lsin. Bu qo'zlarni juda bir sifatlilar kelibdi bugun. Ha, aka, o'ta go'zallardan. Mashalloh, mana. Sorlardan kelgan aka, xohlasa sariqlardan, xohlasa kashtanlardan, xohlasa qora baxmallardan kelgan aka. Har qanaqasini yaxshilardan, ha? Gap yo'q. Akalar, Hisori qo'zi kerak degan akalarimiz uchun mana akalar, Hisori qo'zlarni o'ta yaxshilardan, arzon variantidan xudo xolasa keldi. Bu yerda necha bosh qo'zimiz bor endi? 22 bosh qo'zi bor aka. 22 bosh qo'zi. Bu 22 bosh qo'zida nechta erkak, nechta urg'ochisi bor? 13 bosh urg'ochisi bor aka. 9 bosh erkagi bor. Gap yo'q. Mana akalar, 13 taga 9 ta. Demak, qo'chqor kerak desa qo'chqordan, urg'ochi desa urg'ochisidan topib beraverasiz. Shunday. Mashalloh. Akalar, mana ko'rib turganimizda urg'ochisimi, erkagimi umuman farqlanmaydi. Xudo xolasa sizlarga qaysi bir kerak desa sotilaveradi. Hozir endi qarang, mana shu yosh oyligi qanaqa bo'ldi shu qo'zlarimizda? Aka, 3 oylik, 4 oylik qo'zilar bor aka. 3-4 oylik qo'zilar-da, to'g'rimi? Shunday. Akalar, 3 oylik, 4 oylik qo'zlarimiz. Yomon emas, qo'zlarning endi sifati juda yaxshi ekan. Mana yeb ichishni ham ko'ramiz. Ozroq o't bo'lsa ham tinmay yotibdi. Yeb ichishi drabilka aka bular. Mashalloh, akalar, mana yeb ichishi umuman farqlanmaydi drabilkadan deganda, drabilka deyaptilar. Endi qarang, sog'lik masalasi qanaqa bular? Sog'ligiga aka 100% bir hafta garantiya beramiz. Demak, sog'ligi yaxshi, bemalol bir hafta tekshirib olishaversin, ha? Shunday aka. Gap yo'q. Akalar, mana ko'rib turganlaringizda bir hafta bemalol tekshirib ko'rib olaverasizlar. Hammasi yaxshi variantdagi mana shu qo'zlarimiz yig'ilgan. Endi qo'zlarning sifatini tushungan odam tushunadi. To'g'risida bunaqa yaxshi sifatli qo'zlarni hamma akalarimiz kelib ko'rsa yonidan keta olmaydigan darajada yaxshi sifatli. Bularni dastavka qila olamizmi yo'qmi? Kela olmaydigan akalarimiz uchun. Aka, dastavkasi ikkilanishmasin. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilamiz. O'zbekiston bo'ylab olib borilaveradi. Olib boramiz aka. Gap yo'q. Akalar, dastavka O'zbekiston bo'ylab olib borilaveradi. Bemalol akalar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Ancha yaxshi variantdagi qo'zlarimiz. Xo'p, qarang, qo'zlarning endi yurish-turishi, holatlari bor bo'yi bilan ko'rsatib turibmiz akalarimizga. Mana boya tiqilib qolgan, mana endi keyingi ishda mana shunday sifatli hamma narsasi ko'rinib turibdi. Bu qo'zlarning endi dastavkasini olib borib beraman deyapsiz. Qayergacha dastavka bor? Butun O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilamiz. Bir qo'lga olgan akalarimizga O'zbekiston bo'ylab ketaveradi aka. Akalar, O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Bir qo'lga olsalaringiz bo'ldi. Endi ichidan terib olaman desa 1-2 so'm pelusi isda. Ichidan o'zlari terib olaman desa 1-2 so'm pelusi bo'ladi, o'zim chiqarib bersam menusi bo'ladi aka. Demak, ikki qo'l bir xil ishlaymiz-da, bunaqa faqat pelusiga emas, menusiga ham ko'nilaveradi akalar. Ko'rib turganlaringizda nafaqat pelusi, kamiga ham xudo xolasa chiqarib berilaveradi. Buni narx-navosi qanaqa bo'lyapti endi? Aka, oldi qochdi guring yo'q aka bizda. 3.200.000 so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. 3.200.000 dan O'zbekiston bo'ylab dastavka. Yana ham xayr bormi? Telefon qilishsa biron narsa o'tib beramiz, a? Xayr, sunnati qilib beramiz aka. Gap yo'q. Mana akalar, 3.200.000 so'mdan endi erkagi desalaringiz akalar 9 bosh erkagi bor. Undan tashqari akalar urg'ochisi ham bor. Mana ko'rib turibsizlar, urg'ochisini olaman desalaringiz ham bo'laveradi. Erkagini olaman desalaringiz ham inshaalloh sizlarga sotilaveradi. Bemalol akalar pastdagi nomerga telefon qilib, barakani bosib olish kerak. Sabab bunaqa sifatli, ozgina o'tni ham maza qilib yeydigan akalar mana shu ishtahalari karnay mana shunday qo'zlarimizni uncha joydan topa olmaysizlar. Hammamizni xonadonimizga akalar mana shunaqalardan nasib qilsin. Akalar, mana yaxshi variantdagi qo'zlarimiz sotuvda.